Hozir jinsiy holatda qiychayish bilan, ya'ni Peyronie kasalligi bilan shunaqa muammo bo'ladiki, jinsiy holatda qum soatga o'xshab qoladi. Ya'ni qon aylanishi yaxshi bo'lmaydida, pastigacha qon yaxshi keladi, tepasi qon yaxshi kelmay qoladida. Bu Peyronie kasalligini, immunni chandiqlanish protsessini, fibroblastik induratsiyani bir keltirib chiqaradigan muammosi hisoblanadi. Bu ko'pchilik bemorlar bu bilan qiynaladi. Biz 2 oy avval bir bemorni, Gulistondan kelgan bemorni operatsiya qilganmiz. Operatsiya ochig'ini aytish kerak, murakkab operatsiya, plastik operatsiya hisoblanadi. Bunda biz yangilik tarzda Peyroniyda shunaqa immunni qum soatga o'xshagan holatda defekt, ya'ni chandiqlanishi, immun fibroblastik induratsiyani chandig'i olib tashlab, o'rniga perikarddan, ya'ni ho'kizni perikard yuragidan olingan material qo'yilgan, sintetik material qo'yilgan. Bemor keldi, 2 oydan keyin bemor shikoyatlari hamma yo'qolgan. Jinsiy holatda ereksiya paytidagi tiklanish, ya'ni qon aylanishi ham 100% tiklangan. Shuning uchun aytmamin, bizda shunaqa imkoniyat bor. Vodiyda birinchi marta qilindi bu operatsiya. Agar qum soatga o'xshagan holat bo'lsa, buni ham tiklab qon aylanishini bemalol o'zini avvalgi holatiga keltirish imkoniyatlariga ega.